Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda jarimalarni yengillashtirish haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tadbirkorlar uchun jarimalarni to'lash tartibi yengillashtirilishi mumkin. Jarimaning 50%ni bir oy ichida to'lagan tadbirkorlar qolgan qismidan ozod etilishi taklif qilindi. Shavkat Mirziyoyevga tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibini liberallashtirishga qaratilgan takliflar taqdim etildi. Unga ko'ra, joriy yil 1-oktyabrdan jarimalarni ixtiyoriy to'lashni rag'batlantiruvchi yagona tizim joriy etilishi mumkin. Taklifga muvofiq, vakolatli organning qarori topshirilgan kundan boshlab bir oy ichida jarimaning 50% to'lansa, tadbirkor qolgan qismini to'lashdan ozod etiladi. Shuningdek, jarimani 6 oy davomida teng ulushlarda bo'lib to'lash imkoniyati ham yaratilishi rejalashtirilmoqda. Sud nazoratini kuchaytirish maqsadida jarima haqidagi qaror sud tomonidan bekor qilinsa, undirilgan mablag'larni 15 kun ichida qaytarish mexanizmini joriy etish taklif etildi. Muddat buzilgan taqdirda esa har bir kechiktirilgan kun uchun foiz hisoblanadi. Bundan tashqari, moliyaviy jarimalarni qo'llash jarayonlarini to'liq raqamlashtirish, yagona davlat nazorati tizimida elektron reyestr yuritish, mobil ilova orqali jarimalarni monitoring qilish va onlayn to'lash imkonini yaratish rejalashtirilmoqda. Davlat rahbari tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish, jarima qo'llashda shaffoflik va adolatni ta'minlash ustuvor vazifa ekanini ta'kidladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: darakchi.uz sayti.